Bu mix terapiyasi bugungi kunda psixologik metodika, ya'ni insonlarga texnika sifatida beriladi. Qanaqa psixolog dori yoza olmaydi. Kelgan insonni ichida og'riqlar bo'ladi. O'sha og'riqlarini gap bilan yetkazib bera olmaydi. Ya'ni inson hissiyotlari, emotsiyalari degan narsa bor-ku, avval konsultatsiya qilib, ya'ni buni o'zini har kim ham qila olmaydi. Mutaxassis bilan birga qilish kerak-da. Bugungi kunda o'rganib olib ham men mix terapiyasidan foydalanaman, mix terapiyasini sizga o'tkaza olmayman deb insonlarga noto'g'ri tavsiyalar berib qo'yishyapti-da. Aslida buni mutaxassis bilan o'tkazish kerak, ya'ni psixolog avval konsultatsiya qiladi. Agarda u insonga kerak bo'lsa, u inson ongli ravishda tayyor bo'lsa, chunki buni og'rig'i bor o'ziga yarasha, hamma narsasini psixolog o'rgangandan keyin mix terapiyasiga yo'naltiradi va buni ustiga turg'izadi va psixolog, shu mutaxassis unga o'zini beradigan savollari va uni o'sha mijozni o'rganadigan emotsiyasi, holati, gapini eshitib, uni tahlilini chiqarish kerak bo'ladi. Buni ustida deylik kimdir 1 marta, kimdir 2 marta, kimdir 3 marta, kimdir uchun o'sha holatidan kelib chiqib beriladigan tavsiya, muolaja holati bo'ladi. Va kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Kimdir yo'q, men bu texnikadan foydalanmayman deyishi ham norma bo'ladi. Kimdir men shu mix terapiya orqali mazza qilaman, rivojlanaman, menda ijodkorlik hissi uyg'onadi deyishi ham norma bo'ladi. Faqatgina stressda, depressiyada qandaydir muammosi bor insonlar bilan emas, bu shunaqa zo'r motivatsiya ham beradi. Biznesini rivojlantirmoqchi bo'lgan, o'zini fikrini, tarqoqligini bir joyga jamlamoqchi bo'lgan, ana bir xil aytadiki, o'zim haddimdan oshib ketdim, bir haddimni joyiga keltiray deb ham bundan foydalanadi. Ya'ni har taraflama bu mix terapiyasidan foydalanishimiz mumkin.